Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mana bugun yangi spanligimizni topshiryapmiz. Yon endi ayni. Bitta bunaqangi yonadigan aynilargacha qo'yib berildi. Bularning hammasi tipollik, rolli qo'yilgan. Krashivlik hammasi. Ochil, sharmanda qilma akani sharmanda qilma. Buni o'rtasidan bosilinadi. Menga o'xshab, qishloqqa o'xshab chekkasidan bosmanglar. Mana voy ichidan diodda idishlar qolib ketibdi, shogirdlar so'kamiz endi. Asosiy kulminatsion narsasi mana bu haybatli garderobi bo'ladi. Juda ham bir katta aynili garderob. Inshaalloh niyat qilamiz o'zimizga ham shunaqangi garderoblar bundan ham chiroyli laradan yasashlikda. Alloh nasib qilsin, buni ruchkasi bu yoqda. Bunaqangi burchaklik qilib yasab berdik. Hozirgi paytda 2025-yilda aynilik shkaflar, aynilik kuxunyalar juda ham urfga kirdi. Mana bu yerga material qoplab berganmiz. Bizdan keyingi ishlagan ustani ochish ko'rib, changitib yuboribdi. Bitta pilisos qilish kerak. Mana bu yerga ham xuddi o'sha narsasini qo'yaveradi. Mana endi bu yerga o'sha kuyov bola o'zini shimlarini osadimi, galstuklarini osadimi, osaveradi. Mana shunaqangi. Hop, bu yoqda esa o'ta biratishga hayron, qana yoqlarga qana o'chirarkan deyapti chiroqlarni. Hop, endi bu yerga kuxunligimizni endi qo'yamiz. Inshaalloh o'rnatib. O'ynama, kuydirib qo'yasan. Mana bu yer televizor pastavka, ya'ni televizor qo'yadi inshaalloh shetga. Yoki bu yerga qo'yadimi? Qoch qilib bergan ishlarimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Tikancha tipini qo'yganmiz batga. Dars ochib beradi. Kulma. Men ham bir bloger bo'lsam bo'libman. Mana. Jiddiy ish qolgan, xudo xolasa bugun yakunlab ketamiz. Qochib tur biratishga. O'zingni sevasan sen. Mana. Shunaqangi bitgan tipim qo'yilgan. Mana bu yerga ham tipim qo'yilgan. Aynida orqasi ochiladi. Mana orqasidan endi mayda chuyda atrupalarini qo'ysa bo'laveradi. Mana aynida bemalol yopishtiribdi. Mana aynimi? Mana shuni noto'g'ri yopishtiribdi-da. Endi bu yerga o'tirib, oyoq kiyimlarini kiyib foydalanishligi mumkin. Bunaqangi moslamani qo'yib berganmiz. Bitta sug'ursa hammasiga o'chadi. Qo'ysa hammasi yonadi. 5-6 marta o'ynab kuydirib bermanglar. Eshikdan kirishlaringizda mana bunaqangi bir high-tech usulda qo'yilgan ustunlarimiz bor. Bidiq. Shunaqa xullas. To'rt minut gapirib qo'yibman. Qo'y biratishga keldi. Bu prinsini topaylik. Mana kirganda bir boshqacha turar ekan baribir. Yon telba. Sharmanda qilma odamni bitta ishlar. Shunaqa. Bu meni Ravan bilan shunaqa mayda juda narsalar. Qo'lim og'rib ketdi.